Uyda go'sht qolmagan bo'lsa, mana shu ovqatdan bir tayyorlab ko'ring, aniq maqtov eshitasiz. Quruq qozonga xuddi dimlamadagidek kartoshka, piyoz, karam terib chiqamiz. Muzlatgichdagi bolgarskiy va tuzlamadagi pomidordan ham solamiz. Yozda o'zimiz achchiqla qo'shib mazali qilib tayyorlagan tomatdan, keyin ukrop, tuz va yog' solamiz. Go'shtni o'rniga kaloriya bo'lsin deb tuxum ham chaqamiz. Oilada necha kishi bo'lsak, bittadan yetadi. Ana endi qiziq joyi. Uyimizda bor sirdan ustiga yaxshilab terib chiqamiz va past olovda qopqog'ini yopib, yarim soat dimlab qo'yamiz. Ichidagi hamma narsasini mazasi bir-biriga o'tib, yumshoqqina bo'lib pishadi. Videoni go'shtni bahona qilib, nima ovqat qilishni bilmayapman deb o'ylanib o'tiradigan qillaringizga yuborib, shu yangilik uchun yurakchani bosib qo'ymasangiz uyat bo'lar. Bu videoyimdan keyin iliy somsa trendga chiqib ketadi. Ishimizni, iligimizni hidini ketkazishdan boshlaymiz. Tuzli suvga yarim soatga bo'ktirib qo'ydim. Nachinkasiga farsh, piyoz, svetofor bolgarskiy, ziravorli solib, tiftelkala qilib olamiz. Bunaqa kesilgan iliyni bozorlardan bemalol topishingiz mumkin. Prosta kesib bering deb aytishingiz kerak. Videoda ko'rsatilganda yig'ib olamiz. O'zimni pul fabrikatlarimdagi qavat-qavat chiqadigan somsa xamirimdan ustiga yopib 180 gradusda 35-40 minutga duxovkaga yuboramiz. Voy, bemalol pishib ulguradi. Adajoningizmi, turmush o'rtog'ingizmi gaplariga qilib bersangiz, bormi qizlar, trendga chiqib ketadi bu somsa. Aniq qizil souslari bilan issiqqina paytida mazza qilib iste'mol qilamiz. To'xtang. Yurakchani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi. Bilasiz-ku. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Somsa xamirlarim baxtli kuningizda oshxonada yordamchi bo'ladi. Zakaz qiling. Qaynonangizni tog'orasiga halim oddiy kiyevskiy kotletli tayyorlab berayotgan bo'lsangiz, bu sizlarga boshqacha retsept, hammani lol qoldiringlar. Mash retsept bo'yicha bitta tayyorlab ko'ringlar, albatta sizlarga yoqib qoladi. Demak, boshladik. Buning uchun kartoshkalarimizni yaxshilab yuvib tozalab olamiz. Kartoshkalarimizni pishishga yuboramiz. Endi asosiy joyi Jojo brendining halol pokiza tovuq go'shtlari kerak bo'ladi. Men boldir qismidan foydalandim. Sizlar ham boldirdan foydalanishingiz shart. Tovuq boldirlarini yaxshilab yuvib tozalab quritib olamiz. So'ng qizib turgan yog'da hamma joyini aylantirib qovurib olamiz. Ziravorlarni solib, ustidan suv quyib bir ro'p pishish uchun yuboramiz. Qopqog'ini yopib qo'ysanglar, yana ham tezroq pishadi. Endi kartoshkalarimizni pure holatiga keltiramiz. Qovurilgan tayyor tovuq oyoqchalarimizni maydalab sonidan ajratib tashlaymiz. Pichoqda blenderda maydalab to'g'rab olamiz. Endi kartoshka pyuremizga qo'shamiz. Ketidan o'zingizga yoqqan sirni qo'shasizlar. Men mozzarella sirdan foydalandim. Ziravorlarni solamiz. Yaxshilab aralashtirib olib, oltiga bo'lib olamiz. Oltiga bo'lganimizdan so'ng boya ajratib olgan suyagimizga qaytadan yopishtirib chiqamiz. Endi unga, tuxumga, so'ng notolqoniga yaxshilab botirib qoqib tashlaymiz. Qizib turgan yog'da baland olovda qovurib olamiz. Bu noodatiy kotletchalar hammaga yoqadi. 3 kun shu salatni yeb -3 kilogramm vazn tashadim, plus 10 ming qadam bilan. Ertalab turishim bilan 2 bokal iliq suv, 1 soatdan so'ng 1 tarelka shu salat. Soat 12 da yana 2 bokal iliq suv, 1 soatdan so'ng yana 1 tarelka shu salat. Soat kechki 5 da yana shu tartib va natijada 3 kunda -3 kilogramm vazndan xalos bo'ldim. Agar kun davomida shu salatni yeyishga qiynalsangiz, unda hech bo'lmasa kechki ovqat o'rniga shu salatdan iste'mol qiling. Salat bozordagi eng arzon sabzavotlardan tayyorlansa ham vitamin kletchatkalarga juda ham boy. Yana bir foydali ma'lumot, hidlanib bakteriyalarga to'lib qolgan salfetkalarni Bavi kislorodniy очиститель bilan tozalavatsanglar bo'ladi. Bavi noxush hidlarni, dog'larni yo'qotib, salfetka sochiqlaringizni yangiday qiladi. Hozir Korzinka supermarketlarida Bavi parashoklariga zo'r chegirmalar ketmoqda. Tovada xonim tayyorlash uslubini ko'rib hayratda qoldim va men ham darrov tayyorlashga kirishdim. Baho beringchi, o'xshabdi. Birinchi bo'lib tuz, tuxum, suv solib qattiqqina xamir qorib oldim va xamirni tindirishga qo'ydim. Xamir tingunga qadar nachinkasini tayyorlab oldim. Qiymaga mayda qilib to'g'ralgan piyoz, tuz, murch va xohlagan pripravangizni qo'shasizda yaxshilab aralashtirasiz. Tingan xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib, tayyor bo'lgan qiymani ham bir xilda hamma joyiga surib chiqamiz va rulet shaklida yaxshilab o'rab olamiz. Endi qovurishni boshlasak ham bo'ladi. Tovaga yog' solib, piyoz solamiz. Piyoz tillarang bo'lgandan so'ng qolgan mahsulotlarni ham solamiz. Tabga ko'ra tuz, paprika va tomat pastasini solib yaxshilab qovuramiz. So'ng tayyor qilib o'ralgan xonimlarni ustiga qo'yib chiqamiz va to'ldirib suv quyamiz va 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. 40 daqiqadan keyin qanday xonim tayyor bo'lar ekan deb rosa ham o'ylandim. Mana tayyor bo'lib chiqdi. Men kutgandan-da zo'r bo'ldi. Ishtahangiz ochilib ketdimi? Robiyangiznikiga mehmonga keling.
Atigi 4 dona mahsulotdan nonushta va tushlik uchun noodatiy mazali yegulik tayyorlaymiz. Qaynatilgan kartoshkaga tuxum sarig'i, kraxmal, tuz solib yaxshilab ezib aralashtiramiz. Endi esa sosiskalarni videoda ko'rsatilganidek shipashkalarga joylab chiqamiz. Kartoshkali massamizni qopchiqqa solib, sosiskaning chetiga shu ko'rinishda o'rab chiqamiz. So'ngra qizib turgan yog'da birin-ketin old orqasini qizartirib olamiz. Xavotir olmang, kraxmal qo'shganligimiz sababli umuman yog'da titilib ketmaydi. Ovozini bir eshiting. Yoqqan bo'lsa tayyorlab ko'ring, bir dona like bossangiz xursand bo'laman.